Assalomu alaykum hammaga. Yana biz vlogimizning yangi soniga xush kelibsiz. Ovozlardan eshittirganingizdek, yonimizda bolachalar, domlar orasidan ketyapmiz Muxon Sodiq bilan. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, tomoshabinlar, assalomu alaykum. Navbatdagi vlogimizni boshladik. Bugun yana chorshanba, bilib turganingizdek, dam olish kunimiz. Muxon Sodiq bugun meni Riyaqqa boraman deyapti. Sürpriz qilib. Inshaalloh mana safarlarimiz boshlandi. Bolasi bugun tanishlarimiz, yaqin akalarim Parkentda non kabob ochishgan, bolasi shunga chaqirishgan mehmonga. Shu yoqqa boramiz inshaalloh, nasib bo'lsa. Hozir mana ketayotgan paytimizda Samarqanddan ovoz yozadigan petlishka zakaz qilib qo'yganman dedi. Shuni bir yo'la uzundan olamiz, nasib bo'lsa. Hozir birinchi bo'lib bahar sonida uzunga o'tamiz. Petlishkamizni olib, ovozimiz yana ham tiniqroq chiqishi uchun, har xil gavjum joylarga kirganimizda ovozimiz yaxshi eshitilmay qolayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun petlishka oldik va nihoyatda Kontrlarimiz bolasi siflari oshib boradi, nasib bo'lsa. Sekin-sekin uskunalar, texnikalar olishni boshlaymiz inshaalloh. Mana do'stlar, bizim shoxobchasiga yetib keldik. Petlishkani olgani hozir mana samolyot kerak bo'lsa. Mana do'stlar. Ana boyadi. O naro, yo'g'on peti. I'm packing. Bittasi Muxon Sodiqqa, bittasi menga. Joy hisoblaymiz. Endi yo'lda davom etamiz inshaalloh. Mana petlishkani ham oldik. Ha, maza qafasda deyapti. Endi sekin Parkentga ketadigan taksilar turadigan joyga yo'l oldik. Inshaalloh Parkent taraf yo'l olamiz. Mana hurmatli vlogimiz kuzatuvchilari, biz taksiga o'tirdik. Endi Muxon Sodiq bilan Parkentga qarab ketyapmiz. Kuzatishda davom etinglar, bundan keyingilari zo'r bo'ladi. Do'stlar, hozir mana taksida bir tanish qolgan akamiz Soqoqqa ketyapti. Soqoqqa. Mana ssenariysi video olishga qo'yib. Samsung bo'lib qo'yaman. Inshaalloh hozir qadrlilarga o'rmonlarga kiramiz. Katta kuting. Ishqilib qaytib kelsa bo'ldi. Qaytamiz inshaalloh. Adashtirib chiqaymi?
az qolsa. Zarket mashit ekan. Boshida ko'p odam bilan chiqsangiz, tepada kiryapti, ko'ryapsizmi? Ha. Idishda qozon o'choq beradi. Agar bu yoqda o'tirsangiz, teringizga ishlar oladi. Bu yo'lib buni shunaqa sanatoriyga qanaqaga o'xshagan mana dam olib. Akalar, xullas, sana boshim o'zgarib ketdi. Bu mahallalar qayda? Zo'r bo'lyapti. Do'stim qarang, Ikkita mashina sig'mayapti. ketishga ketadi. Qaytasa bo'ldi so'radi. Ha. Kurashda davom etaylik. Planlarimiz o'zgarib ketdi. Vlogimizda eng qiziqarli joylar oldinda biz musobaqada adashdik. Oxir bahar. Hosadir. Bitta narsani aytib ketdim. Parkentga kelganimizda odam yo'q, o'tirib biz kelamiz boshladi. His keldi keyin. Bitta odam kam. Keyin Samandar bilan kelamiz. Tushib taksisiga odam qilishmoqchi bo'lib, endi tushsa bitta bola kelib qoldi. Korоче, demoqchi bo'lganim shunaqangi shustroq bo'lgan, yaxshiroq, surbedroq qanaqa vaziyatlarda ekan. Ya'ni ishni bitirib ketishni bilish kerak. Nima so'radi? Yaxshi taraflar albatta, ana shu suradigandan doim o'zini uchun bir ketib qolganlarga tupurgan holat emas. So'rgan shu. Siz nima deysiz? Qashdan hozir qaytishimiz o'ylayapti. Salomlik. O'ylayman, kelish bor, qaytisham bor. Ha? Kishilarga Tinchmi? Nima qo'rqityapsiz mana asaga bankda? O'lmasa yashayveramiz. Yuragim jo'tamani. bir oda 10 ming dollar. Voy emas. Borda, aytdim sizga buni 1 million Biz bo'lib sodda fikrlarga qo'shilgan holda, of course, shustroq bo'lish kerak. Vaziyatga bog'liq. Nimasigacha? O'zing subyektiv fikri bor, u vaziyatga Nimadeyiz? bog'liq. Shuni olib borsam bo'ldimi? Ukti, seryozni joylarga. Tamoshga sig'maydi. Sig'di. Bitta mashina zo'rda, ikkita mashina. Bo'laveradimi shunday qilsam? Xo'p, Sodiq. Zarli keldi. Dehqonni o'zi 20 ming so'rayapti. Xo'p, Sodiq, qaqab keldi zoshda. Biz o'sha joyga yetib keldik. O'zimiz qayerligini bilmagan va biz uzoq muddatdan beri ketayotgan, aniqroq 1 soatdan beri ketayotgan joyga yetib keldik. Va u mana ko'rib turganingizdek qanaqangi chiroyli joyligini qaraydi. Sodiq. Do'stlar, mana hozir bu taksisi akamiz aytishi bo'yicha bu joy Soqoq ekomaskan. Hamma turistlar, maktab bolalari keladigan joy ekan. Biz endi eshityapmiz, bunaqa joy borligini. O'rmonga o'xshagan adirli tog'. Ko'ramiz endi. Nima bor, nima kutyapti bilmaymiz. Omadimi? Do'stlar, xullas keldik Soqoq ekomaskaniga. Biz iloji boricha manfaatli narsa ulashib borishga harakat qilamiz, lekin birinchi bo'lib ichini o'zimiz ko'rishimiz kerak. Kirgizani bizni yoki kirar kim bu yerga. 500-600 metr atrofida yerdan balandroqda joylashgan ekan. Mana do'stlar, Izlashda davom etinglar. Tarixiy obidalar masligi. real narsalar mana tog'da yurib, Tabiiy jonzotlar. Tabiiy. otda yurib turaman bir kun.
ancha muncha joyda ko'rish imkoniyati bo'lmaydigan jonzotlarda ko'rish imkoniyati bor ekan. Masalan, mana qanaqa hayvonligini men bilmayman. Nima qanaqa bir? Lekin bu ot. Men otib turaman. Eshakmi bu? Shoxi bor ekan. Bilmayman nima qilaman. Там это на выходе. Ko'rib turganinglarda bu yerda juda ham ko'p turistlar bor ekan. Juda ham ko'p turistlar o'z vaqtida kelib maza qilib tomon ketadigan joy ekan, lekin biz bilmas ekanmiz. Do'stlar, bu joylarda men Oshni damla endi. Mana bitta choyxona qilamiz ekan. G'alati joy ekan. do'stlar tasavvur qilishingiz uchun biz o'rmonda yuribmiz, o'rmonda. Endi janob kinoda, serialda ko'rgan katta o'rmon emas, bu kichkinagina. Kichkina emas, normalniy katta ekan. Oshna shaharda ichida katta yaxshi daraxtni topish qiyin-da. Aha. Ko'p sun'iy daraxtlar. Daraxt hammasi shu yerda. Kattaligini qarang daraxtlar. Do'stlar, keyin havoda ko'rasizmi? Havo слишком fresh. Вообще, Toshkentda yurgan odam uchun bu havo eksklyuziv. Burunlamasa qilyapti-ku. Biringa yangili dedi. Mo sharcharamlar. Kichkina sharsharchalar. Ha do'stlar. Yomg'ir ham yog'yapti. Yo'q, keyin qo'yamiz. Yo, bizni omadimiz masalan chorshanba kuni kelganmiz. Aka taksidagi aka aytayapti. Agar shanba yakshanba kelsalar deyapti. Bu yoqqa umuman kirish nikak deyapti. Iloji yo'q. Mashinada ham ana yo'llar probka bo'ladi deyapti. Hozir zo'r paytda kelibmiz. Shuning uchun odam ham kamroq. Xo'p do'stlar, ko'rib turganinglarda o'sha eng yuqorisiga Bolani ko'rmayman. boryapmiz. Borgan sari shishqilanish bo'lyapti. Nafas olishga maza bo'lyapti. Eng qizig'i yomg'ir ham yog'di. Siz kiyingiz qanday futbolka? Ot quloqlar kattaligini. Yomg'ir yog'aloq, yashnasin o'tloq. Endi ekinlar chiqarar qoloq. Hech kim bo'lmasin. Yonmaydi. Yashasin bola. Ochilsin lola. Dalla qo'ynida bir narsa Shalola. Do'stlar, bu manzara. Yomg'ir yog'yapti. Lekin ko'rib turganinglarda qanday chiroyli manzara, toza havo, eng muhimi toza havo. Maza qilib nafas olsa bo'ladigan shikarat havo bo'ladi. Xullas do'stlar, mana yuribmiz shu o'rmon orasida. Do'stlar, bunaqa joylarda nima deyiladi? Atmosferasini bilish uchun prosta kelish kerak ekan. Prosta kelish. Bu rasm, video hech qanaqangi narsa bu yoqda go'zalligini, atmosferasini ifodalab berolmaydi. To'g'ri. To'ppa-to'p. O'sha ozgina holda tog'da uchiga ham chiqib olamiz ekan. Tog'da uchiga chiqib xonzoda bilan baqiramiz. Men baxtliman. Battar bo'ldi. Tog'am davom etdi. Xo'plar, shunaqa gaplar do'stlar. Tereylar borgan sari, terey mana daraxtlar borgan sari kamay boryapti. Endi yana tog'da uchiga chiqib qolaydi deb. Baqiramiz baribir. Xonzoda. Ovozingiz qanchalik balandligini tekshirib ko'ramiz. Hozirgi videoyimizda bir Ovoz pardasi yetilib ketmasmi? yorilib ketsin. Hozir. Hali kerak bo'ladi. Ya'ni balandroq gapirishni mashq ko'rsak bo'ladi, chunki bu yerda hech kim yo'q, ko'rib turibsiz.
Rostdan hech kim yo'q do'stim. Odam kam yo'q. Pastda odam yo'q. Yaxshi davom etinglar. Oshna. Borgan sari qiziq joylari ochilib boryapti bu joylar. Mana hamma odamlar qayerga yo'qolgansa, mana bu yerda. Chunki eng zo'r rasm o'chadigan joy mana bu yerda. Mana mashitda video qilish kerak. Mashitda video qilsam. Короче, Instagramga menga hali ham подписка tashlamagan bo'lsanglar, подписка bo'linglar. Chunki eng zo'r storieslarni Instagramda qo'yib boraman. Qiziq joylarni Instagramga qo'yamiz. Do'stim. Hozir men bratan gapini bitta qaytariladi. Yomon stilligim bor. Короче, bolalar turib rasmga tushyapti o'zi. Qani kelib, bu yoqqa keldik. Ha, bu taraf. Eng intriga bo'lgan joyga keldik. Qonsoqda oshna qaniyapti. Boshga qo'yamiz. Короче, bolalar rasmga tushayotganda kelinmasdi. Har tomonlama. Ketdi, короче, bitta bola rasmini "Ya, uncha o'xshamadi" u deyapti deb o'tirgandagi rasmga tushib bashar ekanmi oladi. Ana, orqa fonga kulgis qo'yib yuboramiz. Siz qiziqarli qilib berasizmi? Birinchi mazza qilib kulib olaydi. Advay masiyat chatga qilib. Haliga bitta zo'r Yuring, men bor yo'q, edi. yo'q. Lekin bu yo'l xato yo'l. Men sizlarni adashtirmoqchi edim yo. Bo'ldi. Do'stlik tugadi. Hozir bu tarafdan yo'l bo'lmagan kelganmi? Xonsoda, oshna qarang. Bu yoqda ham yo'l bor ekan, xolisiz. Siz bu yoqdan boring. Kichkinaroq, ixchamroq yo'l ekan. Bu yoqdan pastga tushib boraman oshna mana shu yerda. Pastga o'zimiz uchun qanaqadan qilib ko'ramiz. ko'rishamiz pastda oshna. Bo'ldi, yo'lda ko'rishamiz hatto. U qalb olmay ish qilib. Muhammad Sobir do'stimiz aytganidek, любой joyda shu suri bo'lishi kerak. Hozirda egri yo'lga jo'natib yubordik. Endi o'zimiz tekis yo'ldan pastga tushib boramiz. Boya hazil qilib aytdik. Hozirda adashtirishimiz kerak edi. Jotki intriga bo'ladi. Kuzatishda davom etamiz. Hozirda ish qilib hazil qilib adashtirdim-u. U yo'lda to'g'risi u yo'l tupik yo'l. Pastga tushib bo'lmaydi, qaytasi tepga chiqib qoldi. Lekin baribir Muhammad Sodiq peshonaman. Yo'lni topib baribir pastga tushadi, lekin tushgan xafa bo'lmasa bo'ldi ish qilib. Xafa bo'lsa ham to'g'ri tushuntiramiz. Lekin o'yin hazil bo'lib izlab ketmasa bo'ldi ish qilib Muhammad Sodiqni topib olsam bo'ldi oxirida. Rostakam yo'qolib qolmasin ish qilib. Xo'p, o'rtoqlar, kuzatishda davom etamiz. Mana men pastga tushib ketyapman. Xo'p. Ana Sodiq. Yana bitta narsani inovatga olib qo'yamiz. O'zim yakka yurish g'alati ekan, bori. Anqarada bu qo'rqinchli olib ketar ekan ba'zida. Lekin hali kun botmayapti, ozgina qoldi. Bitta hozir asr vaqti bo'lgan bo'lishi kerak. Eng muhimi bu yerda antenna ishlamaydi. Kimgadir telefon qilmoqchi bo'lsanglar, telefon qilolmaysizlar. Boya pastdan tepaga qiynalib chiqqandik, hozir tepadan pastga qanaqadir mazza qilib tushyapman lekin bori. Zo'r. O'qti. Plan bo'yicha hozir Muhammad Sodiq qaytib tushish kerak edi. Yoki chaqirish kerak edi. Menimcha Muhammad Sodiq rostda kamiga ketib qoldi. Bilmadim. Pastga tushib oladimi, yo'qmi? Kuzatamiz. Men Muhammad Sodiqni yaxshi ko'raman, lekin
Alashtirib qo'ydi-yu. Ya, men tashlab keta olmayman do'stini. Men qaytib chiqaman. Hozir rosta kamiga yo'qolib qoldim Xonsoliq. Qayda bu hozir pastga tushish kerak edi Xonsoliq qaytib. Men ketdim Xonsoliqda topib olib tushaman, bo'lmasa bo'lmaydi. Rosta kamiga adashib qolishi kerak do'stimiz. Xon. Iya. Bu kim? Mana bola kim? Tepaga chiqdingizmi ish qilib oshni? Mana destakkan oshni. Bosham. Sizni adashtirgandek baribir yo'lingizni topib tushdingiz. Xafa bo'lish yo'q. Ya'ni men o'zim uchun yo'l kashf qildim hozir. Yo'l. Endi oshni u yerga yetib turib qaytyaptim Xonsoliqda cho'ta. Rosta kamiga adashtirib qo'ydim shekilli. Ya to'g'ri adash qolingacha qoldi. Yolg'on gapirmay o'sha yerdan qaytib tushib. Ya to'g'risi yo'l yo'q ekanda qanday topaman yo'lni? Yo'l yo'q yurganim. Biz endi qaytyapmiz. Qaytishda so'qoq somsan yeb. So'qoq somsa. Bas. Non kabob yeymiz. Yo'q, bekka keldi-yu endi. So'qoq somsani sabay qilib ketamiz uyga. Shunaqa. Qaytib yo'lda olaylik. Kelgan bizni akamiz olib kutyapti menimcha, to'g'rimi? Turib turadi. Non kabobga borishimiz kerak. Non kabobdan keyin qayerga boramiz? Uyga. Yetaman shuncha bugunlarni lekin Ish qilib yetib olsa bo'ldi deb. kutilmagan hodisalar bo'ladi. Tushunishinglar uchun biz turgan joydan bu yoq qancha yurdik taxminan? Oshda 1 soat bu yoqqa yurishimizga keldi o'zi. Ha, parkinggacha 1 soat pashti. Bu yoqqa mana yarim soat, 1,5 soat, 2 soat. Yo'l ham mana to'g'ri asfalt yo'l emas, qanaqadir qishloqlarning ichlaridan, qanaqadir bir yo'llardan keldi-da. Bitta mashina sig'adigan joydan ikkita mashina o'tadigan joylardan keldi. Ancha qilib aytganda akalar, mana bu Nima? ikkita mashina qarama-qarshi yo'lda kelayotgan mashina bor-ku. Bir-birini quchoqlab o'tadi-da, bitta yo'lga kirib qolsa. Shunaqa joydan o'tdik. Keyin yana ozgina yursa, Namangan Perevaldan tushib olsa, Qo'qon. Tog'larga ko'ra hozir Namangandan bir patrokka emas, Qo'qondan. Qo'qondan keyin mana yursa Andijonga boramiz. Ya, Andijon akalar. Juda qiziqarli bo'ladi degan o'zimga juda. Havoda qarang, o'zi u tabiat go'zalligini qarang. Yo'q. Chiqib ketmang. Brother. Tabiiy natural tog' ichsa ham bo'ladi menimcha. Birinchi siz ichib ko'ring, bo'lmasangiz ichib ko'raman. Hazillashuvdim. Ya tog'dan tushayotgan suv doim toza bo'ladi. Yana bilmadim. Xullas, agar shu joyni qo'yadigan bo'lsangiz, bu bizga gapimiz emas. Короче, Xonsoliq oshni qarang. Shu joygacha keldik. Nima bo'ldi? Oshni o'ylayapman. Nazar qilib dam oldi oshni. Biroq tabiat qo'yniga chiqib turish ham ancha foydali bilsangiz. Ha, kecha bitta Bek Olimjon tanisizmi? Bek Olimjon. Norvegiyada tish shifokori. Shuncha marafon yuguradi. Kechada gapini eshitib qoldim. Afsus doimiy, azob vaqtinchalik degan gap bor ekan. Hozir biz ham mana shu yo'lda o'zida sog'liq haqida eshitdik, shunaqa joy borligini eshitdik. Agar shu yoqqa kelmasdan ketib o'rganimizda, qaytib o'rganimizda Yaxshi bo'lardi. Yo'q. Bormadik-da o'sha keldi. Ani afsuslanib yurgan bo'ladi. Hozir mana yomg'ir bo'lishiga qaramasdan kelib shu yoqqa yuribmiz. Ну, nice. Nice. Bizni safarimiz tugadi. Xullas qaytyapmiz. Endi do'stlar hozir non kabobga boramiz.
Parkent Shohbekatdamiz. Shohbekat ko'rsatuvini hozir kunda yo'qolib borayotgan joylar. Akamiz chaqirgan joyga yetib keldi inshaalloh mana. Birodar non kabob ochishgan Parkentda. Endi hozir o'zlari sal uyalyaptilar. Videoga tushgani mana shunaqa qo'yganlar, o'shuning uchun oldidan ko'rsatib beramiz, hozir kirib o'sha non kabobni o'zini qanaqaligini ko'ramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizda bizlar monetizatsiyani boshlayapti, reklama qilishni boshlayapti. O'zimiz birinchi tanishlardan boshlaylik. Bizamiz Dolasi zo'r. zo'r ketyapti. Non kabobni yeb baho beramiz. Sizlar ko'rib baho berasizlar. Sizlar ham yeb baho berish xohlasanglar kelaverasizlar. Parkent Shohbekat. Parkent Shohbekat. Non kabob birodar. Yana o'rtoqlar. Mana qo'yib o'sha non keldi. Fasola bilan. Fasola. Fasola. Har O'rtoqlar mana qo'yib topdi, yana keldi. Endi buni bitta yeb ko'rish kerak. Ko'rib turibsizlar. Ko'rinishda qanaqangi mazaliligi, to'yimliligi bilan turibdi. To'g'rimi, fasola? Oshdan O'zimizni qadrli apparatlarimiz uchun cho'tka dolasi yaqin kunda Toshkentda yangi biznes non kabob. Birodar non kabob. Kutib qolinglar. yoqimli ishtaha. Xullas, o'rtoqlar, mana biz endi roda chiqdik, non kabobni yedik. Kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham to'yimli ekan, super. Yangi ochilgan biznes o'zim akalarim va dushi omad tilayman. Chotki non kabob prosta kelib baho beringlar yeb. Mana shu chotki dolasi Toshkentdan yangi filial ochish niyatlari bor inshaalloh yaqin kunlarda. Mana birodar non kabob eslab qolinglar. Mashhur ketsa, mana shular borganda o'sha Parkentda yangi birinchi filialiga deb eslasa inshaalloh. Shaxsan menga ham yoqdi. Super, ishlariga rivoj. Xullas, bugungi blogimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Xulosa qilib aytganda biz birinchi bo'lib uzun marketga bordik, petlichka oldik, lekin hali ishlatmadik. Keyingi bloglardan ishlashni boshlaymiz. Keyin soqoqqa bordik, qancha chiqib qoldi bilmadim, lekin qaytib kelib, keyin shu Parkent Shohbekatidagi rejalashtirilmagan ishlar bo'lib ketdi. Ha. To'rt birodar non kabobiga keldik. Non kabob super. Yoqdi. Keyin vloglarimizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh bundan qiziqarli, foydali, manfaatli bo'lib davom etadi keyingi vloglarimizda. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizga ehtiyot qilinglar.